Assalomu alaykum. Asmaul husna darslarimiz Ar-Rohim ismi sifati. Latif go'zal ne'matlarni berguvchi. Mazmuni Allohning Ar-Rohman sifati va Ar-Rohim sifati bilan rahmat so'zidan olingan. Ar-Rohman umumiy sifat bo'lib, hammaga yo'g'riladigan rahmatni anglatishini kechagi darslarimizda ham o'tgandik. Ar-Rohim esa alohida rahmli deganidir, chunki qiyomat kuni Allohning rahmati faqat iymon keltirganlargina beriladi. Alloh biz qilgan hamma ishlarimizni tekshiradigan kun qiyomat kunidir. Alloh bu kunda faqat mu'minlarga rahm qiladi, ularning gunohlarini kechiradi va ularni abadiy jannat bilan mukofotlaydi. Ar-Rohman surasida, ya'ni Qur'onda bu go'zal ismlar bilan nomlanadigan sura, ya'ni Ar-Rohman surasi hisoblanadi. Va Ar-Rohim sifati bir necha marta uchraydi, 190 marta kelgan. Duo. Sen rohimsan. O'z suygan bandalaringni qiyinchilikdan qoldirmaysan. Sening yo'lingda yurishni, sening ishqingda ko'z yosh to'kishni bizlarga nasib qil. Oxiratda sening huzuringga suyukli qul maqomida borishimizni nasib qil. Amin. Ajmay.